Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlarga noodatiy pizza retsepti bilan bo'lishmoqchiman. Bizga kerak bo'ladi 500 millida qatiq, kefir yoki 2 dona tuxum, 1 choy qoshiq shakar, 1 choy qoshiqda tuz solamiz va 1 choy qoshiqda razlixetli solib, massamizni yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Aralashtirib olganimizdan so'ng 50 millida o'simlik yog'i solamiz. Uni ham yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Ketidan unlarimizni elida o'tkazib olamiz. Men uy qatig'idan foydalandim. Xohishingizga qarab qatiq yoki sutdan foydalansangiz ham bo'ladi. Qumolari ketguncha yaxshilab aralashtirib olamiz xamirimizni. Aralashtirib, ozgina uni kamroqga o'xshadi. Yana un solib, yana yaxshilab aralashtirib yubordim. Taxminan menda 3-4 stakan un ketdi. Endi qolibimizni yog'lab olamiz margarinda, keyin manniy kashada sepib olamiz. Manniy kurpa. Endi xamirimizni quyib olamiz patnusimizga va qoshiq yordamida hamma joylariga bir tekis qilib yoyib olamiz. Yoyib olganimizdan so'ng ketchup bilan mayonezni aralashtirib olgan edik. Uni ham ustiga surib olamiz endi. Hamma joylariga bir tekis qilib surib olganimizdan so'ng 1 dona piyozimizni ustiga qo'yib olamiz. 1 dona bolgarskini ham ustiga yoyib olamiz. Ularni ham mayda-mayda qilib to'g'rab olgan edim. Endi kolbasani qo'yib olamiz. Xohishingizga qarab qanday shaklda qilishingiz o'zingiz xohishingizga bog'liq. Men doktorskiy kolbasadan shunaqa qilib foydalandim. Endi 1 dona pomidorimizni uni ham mayda qilib to'g'rab, uni ham ustiga mana shunaqa qo'yib olamiz. 1 dona pomidor yetadi, bo'lmasam suv chiqib ketadi. Sirimizni, yaxshi eriydigan sirimizni qo'yib olamiz, qirg'ichdan chiqarib. Bu arada duxovkamizni qizdirib qo'ygan bo'lishimiz kerak. Endi duxovkamizga 200 gradusda 30 minutga qo'yib pishirib olamiz. Mana pizzamiz tayyor bo'ldi. Juda ham mazali. Agarda sizga retsept yoqqan bo'lsa, albatta kanalimizga obuna bo'lib, 1 dona like tugmachasini bosib, yaqinlaringizga ulashishni unutmang azizlar. Sizlar bilan keyingi videolargacha ko'rishguncha deyman. O'zingizni ehtiyot qiling.